Akalar, Lacetti'si bor akalar, diqqat bilan videoni eshiting, quloq soling. 1 minut o'tkazmaymiz. Prosta tak ozgina quloq solamiz. 2005-2006 xullas 2013 gacha bo'lgan Lacetti'chi akalar diqqatiga. Xuddi mana shu mashina Lacetti Gentra qilingan. 1.6 akalar. Avvallari 2005-2006 xullas 2013 gacha bo'lgan Lacetti'larda bizlar ruley kolonkasini ochganimizda remontga chiqmasdi. Bunga sabab o'sha pilnikni almashtirmagani sababli ruley kolonkani rekasini chizib tashardi. Shuni hisobiga chiqmasdi akalar. Biza buni hozir Lacetti'chi akalar uchun biza avval 70-80% gacha o'zini chiqarib berardik. Hozir 90-95% gacha biza o'zini qilib beradigan bo'ldik. Akalarim, qaranglar. Bu mashinaga qildik. Mana qo'yibman-da men. Polirovka, 3 etapli polirovka keramikalargacha qilib qo'ydik. Ana endi Lacetti'chi akalar, bu videoda Lacetti'chi akalarga tez jo'natib qo'ying. Lacetti'chi akalar bemalol bizaga ruley kolonka xizmatlari uchun qo'rqmasdan kelishlari mumkin. Biza o'zini chiqarib beramiz akalar. Bu Jizzax akalar. Aloqaga chiqasizlar.